larni o'zi maqtab, Qur'onda shu oyatni keltirdi. Va innaka la'ala xuluqin azim. Ya'ni sening xulqing ko'p yaxshi, nihoyat ulug'dir. Qisqasi shulki, Xudo yaratgan insonlardagi yaxshi sifatlarni kamoli bilan Rasulullohga ato qilmish edi. Ilmda, sabrda, saxovat, shijoat, adolatda kamoliga yetgan edilar. Shu sifatlardan birortasiga kishi ega bo'lar ekan, uning nomi chiqib olamga mashhur bo'lmishdir. Shundoqki, saxovatda Xotamning, adolatda Nushravonning nomlari ko'tarildi. Bulardan birisi adolatga, ikkinchisi saxovatga ega bo'lmish edilar. Ammo Rasululloh Xudo yaratgan oliy sifatlarning barchasiga ega edilar. Chunki Alloh taolo bu zotni butun olamga payg'ambar qildi. Shundoq ulug' xizmatni bajarish uchun bu zotni komil qilib yaratdi. Va 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullohi 'alayka 'azima. Ya'ni bilmagan narsalarni Alloh senga bildirdi. Xudoning fazl karami senga nihoyat ulug'dir. Bu oyatning mazmuniga qaralsa, Qur'onga iymon keltirgan har bir odam payg'ambarimizning daraja va martabalari Xudo oldida qandoq ulug' ekaniga yaxshi tushunadi. Allohning bandalariga bergan ne'matlari ichida eng ulug'i aqldir. Bu ulug' ne'matni Xudo yaratganicha Rasulullohga berib, shu aql ne'mati orqali butun fazli kamolga ega bo'lib, ikki dunyo davlatiga ummatlarni erishtirmakka yo'l ko'rsatdilar. Xohi diniy, xohi dunyoviy har bir ishda kishilarning o'zlariga qarab, aqliga yarasha muomala qilar edilar. Alloh taolo xalqning ichki va tashqi sifatlarini qoldirmay Rasulullohga bildirgan edi. Shunga ko'ra ularga tarbiyat berar edilar. Chunki bandalarning Xudo dargohiga loyiq bo'lishlari uchun shaytoniy sifatlardan ularni pok qilib, hayvoniy sifatlarni isloh qilish lozimdir. Bu illatlarning tabibi birinchi payg'ambardir. Xudo tarafidan keltirgan ruhoniy dorilari bilan insonlarning ichki tashqi kufr, nifoq dardlariga davo qila oladilar. Payg'ambarlardan so'ngra avliyolar, haqiqiy olimlar bu xizmatni bajaradilar. Butun insonlarning hayot kechirishlarida ham zohiriy, ham botiniy axloqlarni tuzatish uchun Xudo tarafidan Rasululloh yuborilmish edilar. Shu uchun Alloh taolo xalqning ichki tashqi yomon sifatlaridan Rasulullohni xabardor qilmish edi. Shunga ko'ra har kimning dardiga qarab davoladilar. Musa alayhissalomga Alloh taolo zohiriy ilmni bergan edi. Ummatlarning qilgan ishlari shariat zohiriga kelsa, shunga qanoat qilar edilar. Alloh taolo Xizr alayhissalomga botin ilmini ato qilib, shunga amal qilishga buyurgan edi. Bizning payg'ambarimizga Alloh taolo har ikkovini ham berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xalqning zohiriga va botiniga qarab muomala qilar edilar. Rasululloh muomalasi qo'pol bo'lgan arabiylar bilan suhbatlashsalar, ularga ko'rsatgan yaxshi axloq, yaxshi so'zlar ta'siridan alar shu majlis o'tmay turib, ko'ngillari iymonga moyil bo'lar edi. Tavrot olimlardan Vahb ibn Munabbah aytdi: O'tgan payg'ambarlarga Xudo tarafidan berilgan kitoblardan 71 tasini o'qib tushirdim. Rasulullohning sifatlarini shularning hammasida ko'rdim. Xudo tomonidan Rasulullohga berilmish aql oldida boshqalarning aqllari daryodan bir tomchi suv misoli deb yozilganini o'qidim. Allohning odati shuldirki, qaysi bandasiga aqlni ko'proq berar ekan, shunga yarasha qolgan yaxshi fe'l-xuylarni ham unga ko'proq beradi. Kishi xulqining kengligi ham uning aqlining kengligiga yarasha bo'ladi. Shuning uchun Rasulullohning oldida biror kishini maqtasalar, uning aqli qandoq ekan deb so'rar edilar.
Endi Rasulullohning aqllari qandoq kamoliga yetgan bo'lsa, u zotda bo'lgan boshqa sifatlari ham shundoq kamolga yetgan edi. Kishining iymoni sabr bilan kamolga yetadi. Jasadga bosh qanday zarur bo'lsa, iymonga sabr shunday zarurdir, dedilar. Rasulullohga payg'ambarlik kelgandan so'ngra 13 yil Makka da turdilar. Bu muddat ichida Makka mushriklari, Quraysh kofirlari Rasulullohga ko'rsatmagan kulfatlari, qilmagan jabr jafolari qolmadi. Shularning bariga sabr qildilar. Haqiqatdan ham o'tgan payg'ambarlardan hech qaysilari o'z qavmlaridan Rasulullohdek qattiq aziyatlar ko'rmagan edilar. Ayniqsa himoyatchi amakilari Abu Talib, g'amguzor yor mehribonlari onamiz Xadicha ikkovlarining vafotlaridan keyin yer u ko'k titragudek, yuraklar ezilgudek, ko'zlar qon yig'lagudek aziyatlar ko'rib, sabr-sabot bilan barini o'tkazdilar. Bularning har birini o'rni bilan yuqorida bayon qilib o'tdik. O'quvchilarga ma'lumdirkim, Uhud tog'ida bo'lgan urushda yersa, kofirlar muborak boshlarini yorib, tishlarini sindirdilar. Butun tanlarida tig' tegmagan, jarohat bo'lmagan joylari qolmagan edi. Hazrat Ali va Hazrat Fatima yig'lab turib, bosh ko'zlaridan qonlarini yuvdilar. Oqqan qonlarini yerga tushirmay, o'zlari artib turdilar. Agar bir qatra qonim yerga tushsa, osmondan azob tushib hammani halok qilur, dedilar. Bu ishga sahobalar chiday olmay, "Ya Rasululloh, duo qiling, yer ustida kofirlar qolmay qursinlar", dedilar. Ersa Rasululloh, "Men xalqqa Xudodan la'nat yog'dirishga kelmadim", deb alar haqlarga shunday duo qildilar. Ey bor Xudoyo, bularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilib, gunohlarini kechirgil. Bular bilmaydilar, bu ishni bilmaslikdan qiladilar. Rasululloh o'zlariga tegishli narsalarda, ya'ni o'z haqlari bo'lib, o'zlarini ranjitib, aziyat bergan kishilarning xatolarini affetib, gunohlarini kechirar edilar. Ammo Xudo amrini buzib, shariat hukmini xor tutgan kishilarga qattiq g'azablari kelur edi. Handaq urushida mushriklar hujum qilib, namoz o'tashga fursat bermadilar. Rasulullohning namozlari shu kuni qazo bo'ldi. Shunda g'azablari kelib, bular bizni namozdan qoldirdi. Alloh ularning qorinlarini, qabrlarini o'tga to'lg'azsin deb qarg'adilar. Bu g'azablari esa o'zlari uchun emas, balki Xudo uchun edi. Ammo boshlari yorilib, tishlarining sinishi o'z haqlari bo'lgani uchun uni afv qildilar. Shuni ham bilmoq kerakkim, har bir insonning 73 ta yaxshi qilig'i bo'lib, bularga qarshi yana shuncha yomon qilig'i ham bordir. Farishta, aql, din. Bu uch narsa insonni doim yaxshilik tomoniga tortadilar. Nafs, shayton, kufr. Bular esa doim uni yomonlikka boshlaydi. Mo'min odam doim shu ikki tortishuv orasida turganlikdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buni ulug' jihod deb atadilar. Qachonki mo'min banda bu jihod maydonida g'alaba qozonib, 73 yomon fe'llarni o'zidan chiqarib tashlab, ulardan ko'nglini xoli qilsa, ular o'rniga 73 yaxshi xislatlarni o'rnata olsa, u odamning iymoni komil bo'la oladi. Inson shu maqomga yetdi ersa, avliyolikning birinchi darajasiga qadam qo'ygan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam halimliklari shu sifatning eng oliy darajasiga yetgan edi. Shundoqki, Rasululloh Zayd ibn Sa'nah degan madinalik yahudiyga xurmo bermoqchi bo'lib undan pul oldilar. Bir necha kunga muhlat bergan edi. Va'dasi to'lmay turib, yahudiy xurmo so'rab keldi. Rasulullohning yoqalaridan ushlab, "Ey Muhammad, haqimni shu choqqacha nega bermaysan? Hoshimiylar muomalasi yaxshi emas deb eshitgan edim, to'g'ri ekandir", dedi. Hazrat Abu Bakr Siddiq boshliq barcha ulug' sahobalar shu yerda edilar.
Hazrat Umarning g'azablari kelib: "Ey Xudo dushmani, sizlar bilan o'rtamizdagi ahdnomaning buzilishidan qo'rqmasam edi, boshingni hozir kesib tashlar edim", deb qilichiga qo'l sundi. Anda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kulimsirab: "Ey Umar, bu ikkovimizga aytish uchun mundan yaxshiroq so'z bor edi. Meni yaxshi muomala qilib berishga va uni yaxshi gapirib olishga buyurgil. Va'damizga 3-4 kun bor edi. Endi, ey Umar, buning haqqini sen berib tugatgil. Uni qo'rqitganing uchun 20 so oshiqcha xurmo qo'shib ber", deb buyurdilar. Bu so'zni eshitgan Yahudi hayron bo'lib: "Ey Muhammad, Tavrot, Injilda oxir zamon payg'ambari sifatlarini o'qib edim. Ularning hammasi senga to'g'ri kelgan edi. Sinalmagan yolg'iz shu ish qolmish edikim, kitobda deyilmishdir: o'zi uchun g'azabi kelmagay. Endi buni ham sinab ko'rdim. Sening oxir zamon payg'ambari ekanligingga hech qanday shubha qolmadi", deb shu vaqtda darhol iymon keltirdi. Yana Anas ibn Malik rivoyat qilib aytdi: "Bir kuni Rasululloh bilan birga borayotib edik. Bir arobiy ketimizdan kelib, Rasulullohning yoqalaridan tutib qattiq tortdi. Uning silkib tortganidan bo'yinlaridagi rido chetlari botib, izlari qoldi. So'ngra ul arobiy: "Ey Muhammad, 2 tuya yuki menga dom bergil. Uni o'z molingdan yoki otangdan qolgan moldan so'ramayman. Zakot, sadaqa yig'ilgan Xudoning molidan so'rayman", dedi. Rasululloh unga qarab: "To'g'ri aytursan. Mendagi mollar hammasi Xudoning molidir. Men Xudoning quli yururman. Biroq sen qilgandek men ham sening yoqangdan tutib, silkib qasosimni olurman", dedilar. Arobiy aytdi: "Men bilurman, sen bunday ish qilmagaysan. Yomonlik qilgan kishilarga yaxshilik qilgaysan." So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga 1 tuya xurmo, yana 1 tuya arpa berishga buyurdilar. Onamiz Hazrat Oysha radhiyallohu anha aytadurlar: Rasululloh o'zlariga yetgan zulm uchun hech kimdan qasos olmadilar, balki hammani afv qildilar. Gunohlardan kechar edilar. O'z oilalariga, boshqa hech bir odamga til, qo'llari tegmay dunyodan o'tdilar. Kishilar bilan qilgan muomalalari, ularga qilgan yaxshi odatlari hammaga yoqimli edi. Rasululloh bilan suhbatlashgan kishilar Rasululloh hech kimni bizdan ortiq yaxshi ko'rmasalar kerak deb o'ylashar edi. Sahihliklari to'g'risida Hazrat Jobir shunday aytadur: Rasulullohdan kim bir narsa so'rasa, yo'q deganini eshitmas edik. Ayniqsa Ramazon kunlarida boshqa kunlardan ko'proq Jabroil alayhisalom bilan ko'rishar edilar. Ana shu chog'da Rasulullohning saxovatlari shamol eskanda barchaga barobar tekkanidek hammaga bir tekis yetib turar edi. Bir arobiy kelib: "Ya Rasululloh, bir tuyaga muhtoj bo'lib qoldim, shuni sizdan so'rab keldim", dedi. Shu kuni unga bergudek hech narsalari yo'q edi. Shunday bo'lsa ham yo'q demasdan: "Mening ustimdan o'zingga yaragudek bir tuya sotib ol. Bahosini men to'layman", dedilar. Anda Hazrat Umar: "Ya Rasululloh, qo'lda yo'q narsa bo'lsa qarz qilib birovga berishga Xudo buyurmagandir", dedi. Rasulullohga bu so'z yoqmadi. Anda ansorlardan biri: "Ya Rasululloh, Xudo yo'lida ayamay sarf qila bering. Arsh egasi ulug' Alloh hech qachon sizni unutmaydi", dedi. Uning so'zini anglab suyunganlardan kulib: "Alloh meni shunday qilishga buyurgandir", dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Toyif, Hunayn g'azotlarida tushgan hisobsiz o'lja mollarni taqsim qilishlari, qonlariga tashna bo'lgan dushman askarlarga ko'rsatgan mehribonchiliklari saxovat va muruvvat bobida qandoq ulug' darajada ekanliklariga ochiq dalildir. Bularning har birini o'z o'rnida yozib o'tganmiz.
Ammo Rasulullohning shijoat bahodirliklari bo'lsa hammaga ma'lum edi. Bu ulug' sifatni ham Alloh taolo kamoli bilan payg'ambarimizga bermish edi. Xudo yo'lida bo'lgan urushlarda o'zlaridan 3-4 barobar ortiq dushman qarshisida tog'dek tebranmay turar edilar. O'zlari bosh bo'lib chiqqan urushlarning hech qaysisida bir qadam ham orqaga chekinmadilar. Har qanday katta bahodir bo'lsa ham urush maydonida olg'a intilish, orqaga chekinish bo'lmasa chora yo'qdir. Yolg'iz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech bir urushda orqaga qaytmadilar. Yo urush o'rnini saqlab turdilar yoki oldinga qarab qadam qo'ydilar. Hazrat Ali aytur: urush maydoni qizishib, bahodirlar hayqirishib, qo'rqoqlar yuragi bo'g'ziga tiqilib kelgan qo'rqinchli chog'larda hammamiz Rasulullohga qarab qolar edik. Oldimizga tushib, dushmanga eng yaqin turar edilar. Biz Rasulullohni pana qilib urushar edik. Yana Rasululloh bek hayoli edilar. Hayo iymonning yo'ldoshi, iymon daraxtining eng ulug' shoxidir. Abu Said Xudriy rivoyat qilur: pardasidan chiqmagan qizning hayosidan ham Rasulullohning hayosi kuchli edi. Ko'p so'zlarni kishilar yuziga aytmasdan uyalib gapirmasdilar. Agar birorta kishi noto'g'ri ish qilgan bo'lsa, darhol uni yuziga solib otini aytmas edilar. Balki falon qavm yo ba'zi kishilar nega shunday qiladilar degan so'z bilan uni ishning to'g'ri emasligini bildirardilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nihoyat xushqiliq, istaralari issiq, qarasang kulimsirab turgan, so'zlari silliq, kishiga yoqimlik, ochiq yuzlik, keng ko'ngillik, chin so'zlik edilar. Barchaga birday ochiq yuz, shirin so'z edilar. Lekin sinalmagan kishilar bilan o'ltirish turishda ziyraklik yo'lini tutar edilar. Sahobalar va suhbatdoshlari holidan doim xabardor bo'lib, betoblarni so'rab, ko'rinmaganlarni yo'qlab, muhtojlariga yordam berar edilar. Agar kishi Rasululloh bilan ko'rishmoqchi bo'lib qo'llarini ushlasa, undan ilgari qo'l tortmas edilar. Hojat uchun kelgan odam o'zi ketmaguncha uni tashlab ketib qolmas edilar. Chaqirgan joyga borardilar, ozmi ko'pmi hadya bersa olardilar. So'ngra ularga ham qaytarardilar. Birovni ayblash yoki birovni maqtash Rasulullohga odat emas edi. Sahobalar bilan aralashib, ulfatlashib, ularga tegishib, yosh bolalarni suyib, quchoqlariga olib o'ltirardilar. Qul, cho'ri, boy, kambag'al kim bo'lsin chaqirsa uyiga borardilar. Shahar chetlarida, uzoq mahallalarda betob yotgan kishilardan borib hol so'rar edilar. Majlislarda oyoq uzatib o'ltirganlarni hech kim ko'rmagan edi. Yo'liqqan odamlarga ilgari salom berib, qo'l olib ko'rishar edilar. O'zlari kelganda boshqa kishilarning o'rnidan turib ta'zim qilishlarini yoqtirmas edilar. Lekin sahobalar bir-birlarini hurmatlashib, o'rinlaridan turishganlarni yaxshi ko'rar edilar. Ustlariga kirgan kishini hurmatlab, uning tagiga biror narsa solib, qistab o'ltirgizardilar. Ko'ngillari yumshoq, rahmdil, hammaning iymon keltirishiga mushtoq, katta-kichik barchaga shafqatli, mo'minlarga mehribon edilar. Bir kuni Rasululloh oldilariga bir arobiy kelib sadaqa so'radi. Uning so'raganidan ortiqroq berib, "Endi rozi bo'ldingmi?" dedilar. "Yo'q, men degandek yaxshilik qila olmading", dedi. Buni eshitib sahobalarning achchig'i chiqib, uni urmoqchi bo'ldilar. Rasululloh ularni bosib, arobiyga yana bir qancha narsa qo'shib berib, "Endi qanday?" dedilar. Anda arobiy, "Sizga, xonadonlaringizga rahmat aytib, ko'p tashakkur qilurman", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu so'zlardan quvonib, "Shu so'zlaringni sahobalarim oldida aytgil. Kechagi aytgan so'zing xafaligi ular ko'nglidan ko'tarilsin", dedilar. Ul ham qabul qilib, ertalab Rasululloh oldilariga keldi.
Hamma sahobalar u yerda yig'ilgan edilar. Bular oldilarida ham o'zining rozi bo'lganini bildirib, tashakkur qildi. So'ngra Rasululloh marhamat qildilar. Agar bu arobiy shu noroziligicha ketib, shu ahvol bilan o'lsa yoki o'ldirilsa, do'zaxga ketar edi. Uni ayaganimdan bu ishni qildim. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ya'ni hammaga rahmat yetkazish uchun seni yubordik deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam